bo'ladigan akalarimiz ko'p. 2 tish, 4 tish. Mana hurmatli akalar. Pachka ekan-ku bu korobka. Bitta Novosya, bitta G'inojin aka. Sigir qilaman deganlar aka. Tozasi ana. Bu gibrid. Tuyoqchalarga me'tibor. Malol suv xohlasangiz semirtirib soating, xohlasangiz yana shunday holatiga soating. Haqiqiy asli tozasi mana nasib bo'lsa, bo'yinlariga qarang buni. Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Dilshodjon ukamizning xonadonidamiz. Alloh nasib qilsa mana gibridda haqiqiy zuri nasib bo'lsa, Dilshodjon ukamiz o'zi to'liq ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum. Dilshodjon, assalomu alaykum O'tkir aka, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi aka? O'zingiz zo'rmi? Rahmat. Dilshodjon, shu zuri bo'lmasa chiqmayman deysiz, xarakteringiz bo'lmaydi. Shunday aka, qo'ldan kelganicha ishdan olib keldik, ikkita Novosya, bitta G'inojin aka. Sigir qilaman deganlarga. Asl gibridmi deyman-da bu. Ha, bu chorniy pyostara bilan simental gibrid aka. Mana holati voобще ajoyib, juda chiroyli ekan, gap yo'q. To'qol variantligi, orqa kengligi, yelkalari, poychalari hamma joyiga nazar solaylik, shunga qarab narx-navosini qo'yib, shunga qarab savdosini qilib olaveramiz, hurmatli aka-ukalar. Demak, nasib bo'lsa, bu necha oylik ekan? Aka, bular 7 oylik, 8 oylik shu atrofida-da. 7, yoshiga to'lmaganda. Aha. 7-8 oylikda demak, ha? Mana hurmatli aka-ukalar, holatiga e'tibor beraylik. Mana yurishiga qarang buni. Yursammi, yurmasammi deb yuradi-da. Nozlanib. Gap yo'q. Mana baqbaqasi, tushligi, holati, tuyoqlari, bo'yni, qarashlari. Haqiqatan qarashim, nigohim qo'rqib qo'yadigan. Mana orqa kengligiga e'tibor beraylik. Mana. Buni bu gapiz bo'ldim. Simental toza, bitta simental, bu simental gibrid. Ikkitagina Novosya, bitta G'inojinimiz bor. Uchalasini bitta ko'rsatamiz. Buni aka bahosiga keladigan bo'lsak, buni do'sti bor, simental, ikkalasiga bitta baho qo'yamiz aka. Ikkalasiga 56 million so'm xayrini qilib beraveramiz. Demak, nargisini ham ko'rsatib, 56 xayrini qilib beramiz. Ha, 56 savdosi bor aka, ozmoz o'tib beramiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, O'tkir aka, biri 25, biri 30 plus minus. Mana yoshlari 7-8 oylik, yoshiga to'lmaganlari. Manzarani yeb qo'yadi. Mana yosh. Hurmatli aka-ukalar, nasib bo'lsa tavsiya etib qolamiz. Ha, demak, bu gibrid mol sementaldan ham ko'p kilo qilib qo'yadi, Alloh nasib qilsa, u sementaldan ham baland bo'lib ketadi. Hurmatli aka-ukalar, juda kuchli, o'zini o'rni bor bu molda ham. Buni boqib yurgan aka-ukalarimiz juda yaxshi tanishadi va juda yaxshi bilishadi. Sizlarga tavsiya etib qolamiz. Mana keyingisi hurmatli aka-ukalar, nasib bo'lsa semental nasib bo'lsa. Bu necha oylik ekan Dilshod? Yoshi bir aka. Bir oy ikkalasi. Ha, 7 oy 8 oylik. Yoshiga to'lgani yo'q ikkalasi. Bitta firmami? Ha, bitta joydan kelgan aka. Poychalariga qarang aka. Bu voобще poychasi baquvvat ekan. Mana hurmatli aka-ukalar. Yemaganda hali bular. Endi to'ni yo'q-da, dalani moli. Mana. Simental o'z aka. Tozasi ana. Bu gibrid. Tuyoqchalariga ham e'tibor beraylik, tuyoqlariga mana. Mana bu. Stoykasi, holati, bo'yinlari, baqbaqa tushliklariga ham e'tibor berib qo'yaveraylik. Mana. Nasib bo'lsa. Ikkalasining narxi bir xil, a? Ikkalasiga bir joyda kelgan, ikkalasiga 56 savdosi bor aka. 56 million ikkalasining savdosi bor, kelishtirib beriladi. Alloh nasib qilsa, hurmatli aka-ukalar, nasllikka foydalanib, ana undan keyin hurmatli kuzatuvchilar, bemalol suv xohlasangiz semirtirib soating, xohlasangiz yana shunday holatiga soating. Daromad ustiga daromad. Yaqinroq ko'rsatib qo'yasiz akalarimizga. Mana tuyoqcha bo'yinchalari joyida. Nima bo'lganda men shu poychasiga maza qildim buni. Shunday mana aka. Suyagi baquvvat molda. Aqachalarni bitta chiroyli qilib qo'ying. Kengligi. Mana. Qopqoqlari. Mana bu. Kelishtirib beramiz, a? Aka, albatta, xudo xolasa akalarimiz bemalol telefon qilishaversin, xayrini savdosini qilib beraveramiz aka. Ikkalasini bir joyda sotamiz iloji boricha. Qayta aytamiz, 56 million so'm kam bor. Agar yakka-yakkaga bo'ladigan bo'lsa ham aka, buni narxi o'zgaradi, uni narxi pasayadi aka. Kelishiladi, ha? Ha, albatta aka, kelishilgan holda. Mana do'stlar, e'tibor beraylik. Har doim ham xuddi shunaqasi chiqavermaydi. Shoshilamiz aka-ukalar.
Nasib bo'lsa, hozir bundan keyin voshshi mazza qiladigan g'unojim bor. Ko'rib nima bo'lsa bo'ldi. Bitta ko'rsataylik Dilshod shuni. Xalq bir mazza qilsin. Akalarimizga bitta g'unojincha bitta obzorcha o'tamiz hozir O'tkir aka. Mana hurmatli aka-akalar, o'sha g'unojin nasib bo'lsa baqbaqalariga qaraydi, o'ynashiga. Mana rangi ham tiniqqan mana hurmatli aka-akalar. Bu ham shu dehqonni hovlisida bo'lganda shu choq kuydirilmagan fermalarda. Mana fermada ham qolib ketaveradi hurmatli aka-akalar mana. Haqiqiy asli tozasi mana nasib bo'lsa bo'yinlariga qarang buni. Dilshodjon, bu necha oylik ekan bu xudo xolasa? O'tkir aka bu 12 oy to'ldi bu. 12 oy? Ha. Qochmay ekanda xudo xolasa. Bizga tayyor bo'lib turibdi aka, bir 10 kun oldin ho'kizga kelgan ekan. Firmadagi doktor qo'ymabdi aka. Aha. Bo'y basi to'g'ri keladi dedi, lekin yoshchasi ozgina to'g'ri kelmaydi dedi. Yosh to'g'ri kelmaydi-da, ha? Ko'pchilik bilasizmi, bir 2 tish bo'ladi bo'g'oz vaqt. Yo, agar bemalol endi oladigan akalarimiz 2 tish, 4 tish. Mana hurmatli aka-akalar, pachka ekan-ku bu, korobkacha ekan-ku bu, ha? Gaziga ham gazli ekan lekin. Qo'ying. Mana hurmatli 80 aka-akalar. millionlik sigirlarga niyat qilgan akalarimiz ozgina qimmatli qilishadi-ku. Aha. Buni olib borib, bir yilgina tarbiyasini qilib 80 millionlik molchaga aylanadi. Mana do'stlar, dumba baylaydigan variant haqiqiy 100 ga 100 toza g'unojinlardan biri hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga taqdim etib qo'yamiz. Bitta ko'rib o'zlaringiz fikr mulohaza kommentariyaga qoldiraverasizlar. Orqa kengligi, yelka qopqoqlari bo'lsa shunday bo'ladi-da, semintalam, hurmatli aka-akalar. Bundan ortiq qanday bo'lishi kerak? Bundan yana qanday ortiq bo'lishi mumkin? Dilshod, buni xalqqa nima deymiz buni? Baqbaqasiga qarang buni. Hurmatli kuzatuvchilar, yaqinda bir firmaga borgandik, chisti originalligini bilib. Mana buni baqbaqasiga e'tibor beraylik. Xuddi mana haqiqiy, mana realni tozasida mana ko'ryapsiz, ha? Aka bu ham onasiga bilan iyash bu yoqdan kelgan chetdan. Chitda. Ha, endi bu yerda Ona qorinda. Aha. Tutalarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik-da buni. ko'rsating aka mana. Mana hurmatli kuzatuvchilar. O'qqa tutalarini ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Vot, tak ana shu. Bu necha ekan narxi? Aka buni 33 million so'm shu hoziroq o'tib beramiz aka. 33 million baho qo'yilyapti. 40 million so'm qo'yib ham 1 million, 2 million, 5 million emas, 33 million so'm qo'yamiz. Nima xayriga o'tib beraveramiz. Savdosi bor, ha? Savdosi bor albatta. Mana hurmatli kuzatuvchilar, moling bormi bor deydi do'stlar mana. Xudo xolasa niyat qilganlar, mana shunday kerak degan aka-ukalarimiz murojaat qilayotganda akalar mana bitta chiqdi, Alloh nasib qilsa shoshilaylik, har doim bunaqasi bo'lavermaydi. Juda ajoyib, juda go'zal mana semental. Gaziga ham zo'r ekan, eniga, bo'yiga, poychalari ham kuchli ekan. Bo'yini ham yaxshi ekan. Rangi nima deyapsiz? Rangi tiniqligi o'zi gapirib tashadi bu. Mana do'stlar, Bir ho'kizga ziyodlik qilaydi degan g'unojinchamiz. keyingi shakarlagan. Dilshod, bilaman shu uyga kelgan odam norozi bo'lmagan shu vaqtgacha. Buni ham kelishtirib, O'tkir o'zidan desa yana ham o'tib berasiz, savdodan tashqari. O'tkir akani muxlisiman, O'tkir akani kanaldan oldim degan akalarimizga million hamma molimizdan o'tib beramiz aka. Kelishtirib bostirib yuraveramiz. Aka 40 million qo'yib 3 million, 4 million o'tib bersam ham bo'ladi. Kerak emas aka u narsa. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Eng muhimi aka shu Yengil keldi, yengil ketadi. Shunday mana. Mashalloh. Qo'yamiz hurmatli aka-akalar. Mana.